Barcha salom do'stlar, sizlar bilan Mas'ud. Bugungi videomizda biz Imperiyaning 3-qismini olamiz. Afsuski yonimda Lorinuz yo'q. Shuning uchun o'zimizning Imperiyamizni kuchaytirib qo'yaveramiz. Bu safar Lorin qatnasha olmay qoldi. Shuning uchun ma'zur tutasizlar. Hop. Bizim etten bitiryapti diyor. Lorin'uzdaki. Obsidian'dan buraya ekan jinni. Oldi borar edi. Yo'q, nimalar qilib tashladi bu? Mana qara, obsidiandan quryapti jinni. Zipeli, qani zipeli. Yo'qaysangiz bizat. Hop, kanalga albatta like bosib obuna bo'lishga esdan chiqmasin. Frozuzga obuna bo'lasizlar. Laura Classicga obuna bo'lasizlar. Maslow'ga obuna bo'lasizlar. Laura Blogga obuna bo'lsangiz kifoya. Biz turli mana bitamiz. Ya bitta bizimiz ekanmiz. Aytchi. Ya bittamiz ekan. O'zi yetarkan shu. Hop, endi biz biloniga ko'pdan olsak, mana. Hop. Biz mana bu masala tozalayamiz. Tozalab qo'ysak yaxshi bo'ladi. Chunki bizning xabarchi naqa deyotmaydi-yu. Qumda. Masada. Bir daqiqa. Yoqolmadi videoni. Stop qilishga to'g'ri bo'ldi. Hop. Ularni qo'yib chiqsa yaxshiroq bo'ladi. Xo'sh, endi barcha sharoitlarni qilib beramiz bu xabarchimizga. Birinchi o'rinda anvil qo'yamiz. Keyin sandiq qo'yamiz. Keyin bunga kitob berib qo'yamiz, chunki bu kamchiliklarda albatta kitobga yozadi. Kitob berdik. Keyin bir ish qilsak yaxshi bo'ladi. Ne qilamiz? Qani, ne qilamiz? Hop, turib. Bo'ldi, ovqatlanadigan joyini ham qilib berdik. Balki biz prosta bunday qilamiz. Qur'on kitobini o'qib turish kerak bizning xabarchimiz aqlli. Qur'on kitobi o'qib turadi. Aqlli bo'lgandan keyin o'qatda. Yo'lash toshda kifoya. Hop, endi biz metni o'rab chiqamiz. Fakirlar yo'qot. Kim qo'ydi? Buzib chiqsa yaxshiroq. Kim qo'yib chiqdi? Tavba qildim. Bo'ldi. Hop, endi metni o'rab chiqamiz. Bunday qilib shu joyda videoni tugatamiz. Tugachiga o'rkib qoldi. Barchalarga xayr.